لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. Assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuhu. Aziz yurtdoshlar va Al-Qur'on portalini muxlislari, Qur'on shaydolari. Azizlarimiz, sizlarga, barchalaringizga bugungi kunda Madina-i Munawvaradan Payg'ambarimiz alayhissalatu vassalomni muborak masjidlardan salomlar yo'llamoqdamiz. Va Alloh subhanahu va taolo yurtdan kelgan 15 mingdan ziyoda hojilarimiz qatori bizga ham hajni nasibu ro'za aylab turibdi. Va Allohga hamdlar bo'lsin degan holatda yanada duo qilamiz siz azizlarga. Albatta hammangizning ham sizni bizga yuborgan maktublaringizni, tamoqlarimizni o'qiganmiz. Har biringizni hojatingizni Alloh ijobat aylasin. Ayniqsa farzandlariga Qur'on so'raganlar va ayniqsa ota-onalarning umrlariga baraka so'raganlar va ko'plab hojatlarni so'ragan siz azizlarga Payg'ambarimiz alayhissalatu vassalamni ushbu muborak masjidlarda turib duo qilamizki, har biringizni tilagingizni, Alloh taoladan so'ragan hojatingizni ijobat aylasin. Va ilohim, kelgusi yillarda siz ham ahli baytingiz va ota-onangiz, yaqinlaringiz bilan mana shu joylarga kelib, avvalambor Payg'ambar alayhissalatu vassalamni o'zlarini ziyoratlari, masjidlarda ko'plab rakat namozlar va Masjidil Haromlarda namozlar va Arafotlarda voqif bo'lib hajlar qilishlaringizni Alloh subhanahu va taolo barchangizga nasibu ro'za aylasin. Va sallallohu ala sayyidina va habibina Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Amin. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allohu akbar. Vassalamu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuhu.